27. pora. İbrahim ey elçiler, sizlar nima ish bilan avatildinglar dedi. Ular biz haqiqatan bir gunohkor qavmni halaq qilish uchun avatildik. Ya'ni Lot qavmining ustiga loydan pishirilgan tosh yog'dirish uchun avatildik. Ularning ustiga Parvardigoringning dargohida gunohi haddidan oshquvchilar uchun belgi qo'yilgan loydan pishirilgan tosh yog'diramiz. Halak bo'lmasin deb Lotning shahridagi mu'minlarni sirtqa chiqarib atdik. Biz o şəhərdən musulmonlardan faqat bir oilani topdik. O şəhərdə qattiq azobdan qo'rqadiganlar uchun nishon qoldirdik. Musoning qissadimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida uni biz Fir'avnga ro'shan dalil bilan avatdik. Fir'avn o'z qo'shoni bilan iymondan yuz o'rdi. O Musa sehrgardir yoki majnundir dedi. Fir'avnni va uning qo'shonini jazoladik. Ularni dengizga tashildik. Fir'avn ayblanguvchidir. Adning qissadimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga yomon bo'ronni avatdik. O yana bo'ron har qanday narsaning yenidan o'ssa, uni chirigan so'ngakdek titmi talon qilib o'tadi. Samudning qissadimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga sizlar vaqtlik foydalaninglar dedik. Ular Parvardigorning amriga qarshi chiqdi. Ularni chaqmoq alaq qildi. Albuki ular azobning tushayotganligini ko'zlari bilan ko'rib turadi. Ular azob tushgan vaqtda o'rinlaridan turishqimi, o'zlarini qo'g'dashqimi qodir bo'lolmadi. Ilgari Nuhning qavmini halok qildik. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan uni davomli kengaytguvchilarimiz. Zaminni yoydik. Biz nima degan yaxshi yoyg'uvchimiz. Sizlar ibrat elishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. Ey Muhammad, aytqinki Allah tarafga qaytinglar. Men haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. Sizlar boshqa ma'budni Allohga sherik qilmanglar. Men haqiqatan uning tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. Ulardan ilgirki ummatlarmi shunday edi. Ularga har payg'ambar kelsalar, ular uni bir sehrgar yoki bir majnun dedi. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ular haddidan oshquvchi qavmdir. Ulardan yuz o'rgin. Sen malomat qiling'uvchi emassan. Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mu'minlarga foydali. Jillarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishini tilamayman. Alloh haqiqatan hammaga rizq berguvchidir. Qudratlidir. Allohning quvvati ortiqdir. O'zlariga zulm qilganlardan azobdan o'tganki halok bo'lgan do'stlarining nesivisidek nesivisi bo'ladi. Bular azobimga aldiratmasin. Kafirlarga va'da qilingan kundan kafirlarga voy. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 52. sura Tur. Mekkede nazil bo'lgan 49 oyat. Nihayet shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tur tig'i bilan qasamki, ochiq qog'ozga yozilgan kitob, ya'ni Qur'on bilan qasamki, Baytul Ma'mur bilan qasamki, osmon bilan qasamki, qiyomat kuni o't bo'lib yondirilgan dengiz bilan qasamki, Parvardigoringning azobi cho'qim yuz bergusidir. Uningga hech odam qarshi turolmaydi. O kunda osmon qattiq davraydi. Tog'lar qattiq sayr qiladi. O kunda payg'ambarlarni inkor qilganlarga voy. Ular dunyoda g'aflatga cho'mganlardir. O kunda ular do'zaxga qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan do'zaxdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'mayotgamsizlar? Do'zaxga kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, sizlarga baribir o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar, sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlanadi. Parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ishchinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yo'langan holda o'ltirdi. Shahlo ko'zlik yo'rlarni ularga jup qilib beramiz. O'zlari iymon etgan avlodlarimi egishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir.
Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sht bilan ta'minlaymiz. Ular jannatda o'zaro may qachilangan jamlarni tutishidi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. Go'yo sadabning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni aylanib yurib ularning xizmatini qiladi. Ular yana ahli jannat bir-biriga qarshi parang selishidi. Ular aytadi: "Biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Allah bizga marhamat qildi, bizni zaharlik azobdan saqladi. Biz haqiqatan ilgari Allohga ibodat qilatdik. Allah haqiqatan ihson qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, sen Qur'on bilan qavmingga vaz nasihat qilgin. Sen Parvardigoringning ne'mati bilan kohinmi emassan va majnunmi emassan." Ular aytadi: "O shoirdir. Biz uning zamonning hodislariga yo'liqishini kutamiz." Ey Muhammad, aytqinki, sizlar kutinglar, haqiqatan men sizlar bilan birga kutguvchilardinman. Yana sizlar mening halok bo'lishimni kutsanglar, men bu sizlarning halok bo'lishinglarni kutaman. Ularning aqli ularni mushundoq so'z qilishga buyurumdi? Hargiz undaq emas. Ular kufr dardidan oshgan qavmdir. Yoki ular Muhammad Qur'onni o'z to'qidi deyishamdi? Undaq emas. Ular Qur'onga ishonmaydi. Agar Muhammad uni to'qidi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, tuzilishda, go'zallikda, bayonda Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib beqinglar. Yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratquchimi? Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Ularning yanada Parvardigoringning xazinalari bormi? Yoki ular shay'larni xohlagancha tasarruf qiladigan koinotni bo'ysundirg'uvchimi? Yoki ularning osmonga chiqib so'z tanishadigan shotisi bormi? Agar bo'lsa, ularning so'z anglag'uvchisi ochiq bir paketni keltirsin. Yoki Allohning qizlari, sizlarning o'g'illaringlar bormi? Yoki sen ulardan da'vating uchun haq so'rab, shu ziyondan ularga eg'ir yuk ortilib qilib iymon etmamdi? Yoki ularning yanada ilmi g'ayib bo'lib, uningdan g'ayib narsalarni yezib olamdi? Yoki ular sana hil-mikr ishiltamdi? Kafirlarning hil-mikrlari mag'lub bo'ladi. Yoki ularning Allohdan boshqa ma'budi bormi? Ularning sherik keltirgan butlardan Alloh pakdir. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. Ularni halok bo'ladigan kungacha tarik etkin. O kunda ularning hil-mikri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordam qilinmaydi. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan. Uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih etgin, hamda etgin. Kechidimi, yulduzlar patgandan keyinmi uningga tasbih etgin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 53. Sura Najm. Mekkede nazil bo'lgan 62 oyat. Nahayet şefqatlik, mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Saqagan yulduzlar bilan qasamki, sizlarning hamroyinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom gumroh bo'lmadi va yo'ldan adashmadi. O o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nazil qilingan vahiyni so'zlaydi. Vahiyni uningga kuchli farishta Jibril ta'lim berdi. Uning yana Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, yuqori ufqda o'z shaklida turdi. Ondan o asta-asta Muhammad alayhissalomga yaqinlashib tövanga sanqildi. O payg'ambar alayhissalomga 2 yochaq miqdori yoki uningdan yaqinroq yaqinlashdi. Allah bandasiga Jibril orqali tegishli vahiylarni vahiy qildi. Uning ko'rginini dili inkor qilmadi. Ey mushriklar jamoasi, uning ko'rganlari ustida uning bilan munozara qilshamsizlar? O Jibrilni haqiqatan 2-chi qitim Sidratul Muntaha darxining yanida ko'rdi. Jannatul Ma'va bo'lsa Sidratul Muntahaning yenidadir. O Sidratul Muntahani olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chaqda ko'rdi. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga buralmadi, ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. Shubhasizki, o Parvardigoringning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. Aytib beqinglarcha, Lat, Uzza va 3-chisi bo'lgan Manatlar Alloh taoloda kuch-quvvatga egami?
Ey mushriklar jamoasi, sizlarga yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarga yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Bu butlar faqat sizlar va ota-bovinglar atib olgan quruq nomlardan iborat. Allah buni isbotlaydigan hech bir dalil paket tushirgani yo'q. Ularga Parvardigori tarafidan shak shubhasiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turug'liq. Ular faqat gumong'ila va nafslarining xohishiga ergashadi. İnsan nimani arzu qilsa shu bo'lamdi. Oxirat va dunyo Allohning ilkididir. Osmonlarda nurg'un farishtalar bo'lib, ularning shafoati hech narsaga asqatmaydi. Faqat Alloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafoat qilishga ruxsat qilsalar, ondan ularning shafoati asqatadi. Shubhasizki, oxiratga iymon etmaydiganlar farishtalarni Allohning qizlari deb kishi jins nomi bilan ataydi. Ular bundaq atashda hech qanday ilmga ega emas. Ular faqat gumonga asoslanadi. Gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Bizning zikrimiz, ya'ni iymon bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgan. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhasizki, Parvardigoring o'zining yo'lidan ozgan odamni obdan biladi, hidoyat topgan odamni obdan biladi. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot beradi. Ular cho'ng gunohlardan va qabih ishlardan yiroq bo'ladi. Kichik gunohlar buningdan mustasno. Haqiqatan Parvardigoringning mag'firati kengdir. Allah sizlarni zamindan yaratgan chaqdagi vaqtinglardan tatib, onanglarning qo'rsaqlaridagi bola vaqtinglardan tatib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Ey Muhammad, iymondan yuz o'rgan odamdan xabar bergin. O shart qilingan maldan ozg'ini berdi, qog'inni bermadi. Uning dargohida ilmi g'ayb bo'lib, o g'aybni bilamdi. O Musaning va İbrahimning sahifalaridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. İnson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'radi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ondan uningga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Hammaning oxir boradigan joyi Parvardigorning dargohidir. Allah insonni kuldiraydi va yig'ilita oladi. Allah o'ltirishga va tirildirishga qodir. Allah bir juftni erkak bilan kishini yaratdi. Etilib chiqqan ma'nidan yaratdi. Hisob uchun insonlarni ikkinchi qitim yaratishni ustiga oldi. Allah insonni boy qila oladi va oz bilan mamnun qila oladi. Allah Shira yultuzining Parvardigoridir. O ya'ni Allah qadimgi otni halaq qildi. Samudni halaq qildi. Ulardan birini qo'ymadi. İlgiri Nuhning qavmini halaq qilgan edi. Shubhasizki, ular zolim, texmi sarkash edi. Lot qavmining shaharlarini dumko'mirvatdi. Uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlanasan, bu ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Qiyomat yaqinlashdi. Uningga Allohdan boshqa kashf qiluvchi, yana uning vaqtini bilguvchi va uning azobini dafi qiluvchi yo'qdir. Ey mushriklar jamoasi, masxir qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar? Uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamamsizlar? Sizlar g'ofildirsizlar. Allohga sajda qilinglar va uningga ibodat qilinglar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. 54-sura Qamar. Makkada nozil bo'lgan 55 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Quraysh kuffarlari bir mo'jizani ko'rsala iymondan yuz o'rib, bu davomlashuvchi sehrdir deyishdi. Ular payg'ambar alayhissalomni inkor qildi. Nafs xohishlariga ergashdi. Yaxshilikdan yo yomonlikdan bo'lsin, har ish shu ishning ahlini jannatga yo do'zaxga o'rlashtiruvchidir. Ularga haqiqatan Qur'on xabarlaridan ibrat ilinadigan miqdorda narsa keldi. Mukammal hikmat keldi. Ularga ogohlantirishning foydasi bo'lmaydi. Ulardan yuz o'rgan, u kunda chaqirg'uvchi
yani İsrafil qiyin ishqa, yani hisobga chaqirdi. Ular qo'rqinchdan tikilib qarayanmagan holda go'yo tarilib ketgan cheketgidek qabrlardan chiqib keladi. Ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Kofirlar bu qiyin kundir deydi. Ulardan burun Nuhning qavmi inkor qildi. Ular bandimizni inkor qilib majnun dedi. Ular dinga da'vat qilishdan hayva bilan ma'ni qilindi. O Parvardigoriga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Osmonning darvozalarini quyilib yoqquvchi yomg'ir bilan ichivatdik. Zimindan buloqlarni etildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib balaq qilish ishiga binoan yomg'ir suyi bilan buloq suyi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kemaga soldik. Kema bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Uni yana to'pon balasini ibrat qilib qoldirdik. Ibrat og'uchi bormi? Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Haqiqatan biz Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Ad qavmi payg'ambar Hudni inkor qildi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Shubhisizki, ularni biz shumliqqa uzilmaydigan shum kunda so'g'uq bo'ron avatib halaq qildik. Bo'ron kishilarni o'rinlaridan yulib ketadi. Go'yo ular qo'mirib etilgan xorma ko'taklardek yotadi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Biz haqiqatan Qur'onni hifzi uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Samud ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ular aytdi: "Oramizdagi bizga o'xshash bir odamga ergishamdiq. Unda qilsak o chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va sarangliqqa mubtalo bo'lamiz. Oramizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hargiz undaq emas. O yolg'onchidir, mutakabbirdir." Ular ati, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tish to'gini avatimiz. Ey Solih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning arziyatlariga sabr qilgin. Suning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysisining navbati kelsa shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygin. Ular birodarini to'gini o'ltirishga chaqirdi. O qilichini elib to'gini bo'g'izladi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Shubhisizki, biz ularga qattiq bir ovozni avatib, halaq qilish bilan ularni qo'ton yasug'uchining tashlandiq shaxshumbilardek qilib Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Lotning qavmi ogohlantirishlarga chin bitmadi. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halaq qildik. Faqat Lotning tavalari buning sirtidadir. Ularni ne'matimiz yuzidan saharda qutuldirdik. Shukr qilguvchini biz mushundoq mukofotlaymiz. Shubhisizki, Lot ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklandi. Ular Lotning mehmonlarini ular bilan livat qilish uchun qo'g'dimaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Haqiqatan ularga aytganda doimi, ya'ni oxiratning azobiga ulinib keladigan azob nozil bo'ldi. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Shak shubhisizki, Fir'avn jamoasiga ogohlantirishlar keldi. Ular bizning butun oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularni g'olib, qudratli holatda turib halaq qildik. Ey arab jamoasi, ular ya'ni men halaq qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi yoki sizlarga samoviy kitoblarda Allohning azobidan kechirim qilinish bormi? Yoki ular biz Muhammad ustidan g'olib qavmimiz demdi. Mushriklar to'pi mag'lub qilinadi. Orqaga qarab qochadi. Hargiz undaq emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dum yotqizilib so'rildigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Bir shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. O ko'zni yumib ochganning orlig'ida o'rinlanadi.
Biz haqiqatan o'tganki ummatlarning kufrida sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. İbrat ağucu bormi? Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi nomi amallarda mavjuddir. Kichik ish, cho'ng ishning hammasi xotirlangandir. Shubhasizki, taqvodorlar jannatlarda bo'ladi, suv, may, asal, sut o'stanlardan bahramon bo'ladi. Ular qudratli Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 55-sura Rahman. Madinada nozil bo'lgan 78 oyat. Nahayat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mehribon Alloh Qur'onni ta'lim berdi, uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. İnsonni yaratdi. Onunğa maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. O't cho'plar, dal daraxtlar sajda qiladi, ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. Allah osmonni egiz yaratdi, o'lchamda zulm qilmasliginglar uchun Allah tarazini bekitdi. O'lchamda adil bo'linglar, tarazida kam bermanglar. Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. Zaminda meyvelar, bo'g'ulliq xormalar bor. Samini bor dalliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. Ey insonlar jilla, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Allah insonni, ya'ni otanglar odamni cheksiz jaranglaydigan sapaldek quruqlaydan yaratdi. Jinlarni o'tning yalqonidan yaratdi. Ey insonlar jilla, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Allah qishda va yozda kun chiqadigan 2 kun chiqishning va shu 2 faslda kun patadigan 2 kun petishning Rabbidir. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O 2 dengizni, biri tatliq, biri ochiq oqqizdi, ular uchrashadi. Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. Ey insonlar jilla, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemalar Allohning ilkididir. Ey insonlar jilla, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Zaminning ustidagi hamma yo'q bo'ladi. Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. Ey insonlar jilla, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Allah har kuni bir holatdadir, ya'ni Allah har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turadi. Ahvollarni yengilab turadi, maxluqotlarni paydo qilib turadi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan hisob elishga yuzlanamiz. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar osmonlarning va zaminning chegiralaridan o'tib keta olasanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olasizlar. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yolqini va tutuni avatiladi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diyolmaysizlar. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda, osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. Ey insonlar jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarning alayda alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Farishtalar gunohkorlarning alomatlaridan tonib oladi. Ularni ko'kolisidan va putlardan tutib jahannamga tashlaydi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turadi. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga 2 jannat bor. Ey insonlar jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar?
o ikki jannatda turli meyvelik daraxtlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda eqib turadigan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ular astarlar qilin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'lanadi. İki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan, yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O jannatlarda erlardan boshqalarga qaramaydigan, erlardan burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Go'yo ular suzuglikda yoqutdir, oqliqda marvoyitdir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Yaxshi ish qiluvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatdan tuvanrak ikki jannat bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannat yop-yeshildir. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O ikki jannatda mevalar, xurmolar va anarlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? O jannatlarda chiroyli xotinlar bor. Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? Ular jannatning chidirlarida mastura hurlardir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 56. sura Voqea. Makkada nazil bo'lgan 96 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat qoyim bo'lgan chaqda hech odam uni inkor qilolmaydi. Zamin qattiq davrtilgan, tog'lar parchalanib to'zandek bo'lib ketgan chaqda qiyomat ba'zilarini do'zaxga kirgizish bilan darajasini tushiradi. Ba'zilarini jannatga kirgizish bilan darajasini ko'taradi. Sizlar qiyomatda 3 firqaga bo'linsizlar. Birinchi firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafdan beriladigan odamlardir. Ikkinchi firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandoq odamlar? Ular nomi amali so'l tarafidan beriladigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qiluvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir. Ular noz-ne'matli jannatlarda Allohga yaqin bo'lguvchilardir. Bular o'tganlarning ichida ko'pdir, keyingilarning ichida ozdir. Ular oltindan to'qilgan taxtlar ustida yo'langan holda bir-biriga qarishib o'ltirishadi. Qiyirmay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlar, eqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, camlarni ularga aylanib sunib turadi. O sharobni ichish bilan ularning beshi og'irmaydi, mas'ummaydi. Ularga ixtiyor qilingan mevalar va ko'ngillari tortgan qush go'shtlari beriladi. Ularga sadafning ichidagi go'harga o'xshaydigan shahlo ko'zli go'rlar beriladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Ular jannatda behuda va yolg'on so'zlarni anglamaydi, faqat salom so'zini anglaydi. Saodatmanlarning ahvoli nihoyat yaxshi bo'ladi. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular sidr daraxtlaridan, sanjaq bo'lib ketgan banan daraxtlaridan, hamisha turadigan soyidan, eqib turgan suvdan, tugumaydigan va cheklanmaydigan mevalardan, egiz yumshoq to'shaklardan bahramand bo'ladi. Shubhisizki, biz hurlarni yangidan yaratdik. Ularni pokiz, erlarga amroq tangtish qildik. Bu hurlar saodatmanlar uchundir. Bular bo'lsa ilgirkilarning ichidan bir jamoadir. Keyingilarning ichidan bir jamoadir. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali so'l tarafdan berilganlar do'zaxiylardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ular badanning teshiklarga kirib ketadigan otashki shamolning, ziyoda haroratli qaynoq suvning va qora tutundan bo'lgan salqinmi emas, ko'rkammi emas soyining ichida bo'ladi. Chunki ular buningdan ilgari, ya'ni dunyoda shahvatga cho'mgan edi. Ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda cho'ng turgan edi. Ular biz o'lib to'piga,
va quruq so'ngakka aylangan chaqda cho'qim tirildirlamdiq, ota bo'larimizmi tirildirlamdi deydi. Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ondan sizlar ey qayta tirilishni inkor qiluvchi gumrohlar, cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar. Onundan qo'rsaqlaringlarni to'ldirsizlar. Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. Ey insonlar, sizlarni biz yaratdik. Sizlar qayta tirilishga ishonmamsizlar? Sizlar ayollarning bajdoniga to'kilgan ma'nini deb yiqinglarchi. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik? Biz sizlarning oranglarda o'limni belgiladik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlarni sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. Shubhisizki, sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratganidek qayta yaratishni o'ylamamsizlar? Sizlar terg'on ziroatni deb yiqinglarchi. Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib don chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Agar biz xohlasak albatta uni donsiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qaraytinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik, balki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Sizlar ichayotgan suvni deb yiqinglarchi. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak uni tuzluq qilib qo'yatdik. Parvardigoringlarning zo'r ne'matlariga nimishga shukr qilmaysizlar? Sizlar yondirayotgan o'tni deb yiqinglarchi. Uning darxini sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Uni biz ibrat va yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pak e'tiqod qilgin. Yulduzlarning joylari bilan qasam qilaman. Shubhisizki, agar bilsanglar o yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. Shak shubhisizki, o ulug' Qur'ondir. Kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pak bo'lganlar tutadi. O olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ey kuffarlar jamoasi, bu Qur'onni inkor qilamsizlar? Sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguvchini inkor qilamsizlar? Jon halqumga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab tursizlar. Biz ilmimiz va qudratimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz. Lekin sizlar uni ko'rmaysizlar, yana bilmaysizlar. Agar sizlar gumon qilgandek amallaringlarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nimishqa uni yana meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar o meyit Allohga yaqin kishilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rohat, farog'at, yaxshi rizq va noz-ne'matli jannat bo'ladi. Agar o saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, sana salom, sen saodatmanlardan ekansan deyiladi. Agar o tirilishni inkor qiluvchi gumrohlardan bo'ladigan bo'lsa, yuqori haroratli qaynoq suv bilan kutib olinadi. Jahannamda ko'ydiriladi. Shak shubhisizki, bu aniq haqiqatdir. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning e'tirozlaridan pak e'tiqod qilgin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 57-sura Hadid. Madinada nozil bo'lgan 29 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'ltiralaydi, tiriltiralaydi. Allah har narsaga qodirdir. Allah hamma narsa yo'q vaqtda mavjud edi. Hamma narsa yo'qolgandan keyin mavjuddir. Dalillar bilan oshkoridir, ko'zlarning ko'rishidan maxfidir. Allah hamma narsani bilguvchidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turadi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Allah dillardagi sirlarni bilguvchidir. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar.
Allah sizlarni ega qilgan mollardan sadaqa qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadaqa qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. Ey kuffarlar, sizlar nimishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Halbuki payg'ambar sizlarni Parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqiradi. Allah sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiringlar. Sizlarni kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga chiqarish uchun Allah bandasiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Allah shak shubhasiz sizlarga marhamatlidir, nihoyat mehribondir. Nimishqa sizlar Allohning yo'lida pul mol sarf qilmaysizlar? Osmonlarning va zaminning merosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fath qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar, Makka fath qilingandan keyin pul mol nafiq qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ana shularning darajasi Makka fath qilingandan keyin nafiq qilingan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Allah jannatni va'da qildi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Kimki Allohga qarzi hasana beradigan, ya'ni Allohning roziligini tilab uning yo'lida pul mol sarf qiladigan, Allah uningga haslab qaytaradi. Uningga cho'ng savob beradi. O kunda mu'min erlarni, mu'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida ma'ot. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xush xabar beriladi. O yerlarda mangu qolsizlar, bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. O kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzsidan orqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni biz sizlar bilan billa emasmidoq deb o'ylaydi. Mu'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar, ya'ni ko'rinishda biz bilan billa bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligi bo'lgan quruq orzular sizlarni oldida. Toki sizlarga o'lim keldi, shayton sizlarni Allohning afo qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldida deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning oralig'idagi zamonning uzurishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. Bilinglarki, Allah zaminni o'lgandan keyin tirildiradi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Sadiqa berguvchi erlarga, sadiqa berguvchi ayollarga va Allohga qarzi hasana berguvchilarga, ya'ni Allohning roziligini tilab kambag'allarga sadiqa berguvchilar, yaxshilik yo'llariga xushallik bilan pul mol sarf qiluvchilarga hassilab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat beriladi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlar, ana shular Parvardigorning dargohida siddiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli do'zaxdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratda g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zibo zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Bir qitim yig'ish bilan o'stirgan o'simligi dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan o o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, ondan o yanchilgan cho'pga aylanadi. Oxirat kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahramon bo'lishdir. Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. O jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. O Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazli egasidir. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan.
Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Alloh taoloning ularni lavhul mahfuzga yezishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsaga xushib ketmasliginglar uchundir. Alloh mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutganlarni do'st tutmaydi. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Kimki Allohning yo'lida nafiqa qilishdan bosh tortadi ekan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh behojatdir, madihiga loyiqdir. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. To'mirni yaratdik. To'mirdan urush qurollari yasaldiganlik uchun to'mir kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. To'mirda insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allohni ko'may turib, qurollarni ishiltib Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarni bilish uchun to'mirni yaratdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Biz haqiqatan Nuhni, Ibrohimni payg'ambar qilib avatdiq. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidoyat topganlari bor. Ularning nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomli avatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Isoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningga ergashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni soldik. Rahboniyatni, tarki dunyolikni ular o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hassilab berdik. Ulardan nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Alloh sizlarga rahmatidan ishkassi beradi. Sizlar mangadigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh bakmo mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasligini, fazlning hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga beradiganligini, Allohning ulug' fazl egasi ekanligini bilish uchun Alloh shu so'zni qildi.